Assalomu alaykum hammalarga. 300 kilovatlik kotelimiz ketyapti. Andijonga trassayimizga. Topiladigan bor. Bunki 800 kiloli. Shunday variantda. Tepabenlar полный трубный. Manipulyator o'zi zo'rga oladi. Hozir tushiramiz. Xohlasak ertadan montaj qilib ularga beramiz. Kimga shunaqa katta var kerak bo'lsa, bemalol holatda chiqaradi. 5 kilovatga beraveramiz. Pastolchi pastı. Pastlıkta görüp dönüyor mu şimdi? Öte yorug' u. Yoping endi. Yo'q. Yaxshi, tepani ozgincha ko'rib turamiz tepani. Narvani yo'yapti, o'rtoqlar. Yomon emas. Alanga sig'mayapti. Oldingi men ko'rganlarimdan hozir tasir o'xshab ko'ryapti. Yonadi. Necha qo'ydinglar hozir? 7 sekund ishlayapti. Qancha? 51 sekund dam olyapti, 7 sekund ishlayapti. Hozir ularga havomi? Havo. Havo pastdan o'sha. Havo pastdan. Ha. Qachon buni 65 sekund. Ha, 57 sekund dam olganda shinaga aylanmayapti. 7 sekund bir haydaydi. 1 minut 7 sekund. 65 kilometr. Mana bu pastni bitta ochib ko'rdingmi yo'qmi? Bismillah. Qani? Yonishdi. Yoporing. Güzel. Fazla qanisilar mana salsa pishiramiz mayda. Yalnız zo'r. Hozir 2 gradus bo'lsa, bo'layotganda bo'shab to'xtaydiganda. Bitta oching-da bitta yo'q, ko'rib beraylik qancha oldu. Bu gradusdan ko'rib beraylik. 62 gradus. Bitta oching-da bitta ko'rib beraylik alanga yonishini. O, o'ta zo'r, yoping. O'rtalar ko'rdinglar, o't yonyapti. Gradus 65 ga kelib qoladi dedi, 62 da. Endi mana eng qiziqarli yeri mana dimoxodda. Dimoxodga kelamiz mana. Dimoxodda happati ushaveramiz, qo'rqmang. Ilmaloq turibdi mana. Yonayotgan kotelda dimoxod ilmaloq. Bu degani zo'r degani. Qo'lni istab o'tirsa bo'laveradi. Teplo, meniki bu yerda teplo izolyatsiya muzlayotibdi. Dimoxod tutun bor lekin. Tutun bor, ozgina. Ozmoz bor, lekin mana ushab turibman. Mana dimoxod ichini ham ko'raveramiz. Dimoxod ilmiliq. Bu degani kotel zo'r ishlayapti degani. Mana shunday variantda kotel. 300 kilovatlik kotel. Mana shu polni, mana shu binoni, 3 etaj binoni, 2 etaj yo'shgan aktiv zallar polni ishlaydi, ishlayapti. Alanga yonishi zo'r, lekin buni pastni ham bitta ko'rsatib ko'raylik. Mana shu o't yonyapti hozir mana. Qozog'dan ayla ko'mir yonyapti. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasiz.